Assalomu alaykum. Qadrdonlarim, yaxshimisizlar, sog'misizlar? Mana biz Yevropa sayohatidan qaytdik. Hozir Yevropada nimalar kutib o'tiribmiz, nima desam bo'ladi. Turkiyaga uchish uchun o'tiribmiz. Bu juda ham bir nima, mehnat. Lekin yoqimli mehnatda. Mana mazza qilib 11 kun kemada suzib, har bir davlatlarga tushib, chiqib, erta ham dengizda cho'milib, dam olib, mana endi qaytyapmiz. Yevropaning Barselonadan hozir Turkiyaga uchib boramiz. Turkiyadan keyin Toshkentga boramiz. Ko'rdinglarmi qanaqa? Har bitta uchishi o'zi ham bir maroqli-da. O'shaning uchun ko'plar menga kirishadi. Voy Zebopa, sizni 2 yildan beri kuzatyapman, 3 yildan beri kuzatyapman, 5 yildan beri kuzatyapman deyishadi. Kuzatmanglar azizlar, vaqtida azob bo'linglar. Kuzatishga ham hojat yo'q. Tez azob bo'lsangiz, tez sayohatga chiqasizlar. Mazza qilib shunaqangi yoqimli tashvishlarda yurasizlar. Hali aytishadiki, yo'lda ham mehnat. Yukinglarni bu yoqqa samolyotga chiqasizlar, tushasizlar, kemaga chiqasizlar. Dengizga borasizlar, shunga o'xshab harakat qilinglar, tezroq azob olinglar. O'sha 2 yil, 3 yil kuzatib yurgan meni hamkorlarim, meni nimalarim, muxlislarim harakat qilinglar, tez sayohatga azob bo'lishga. Men sizlarga yordam beraman.